Ayni kunlarda Qoraqalpog'istonning Bo'zatov tumanida eng sara iste'dodli yoshlar bir nuqtada. Bo'zatov Fest yoshlar ovozi tanlovi sahnasida uchrashib turishibdi. Bugun aynan estrada yo'nalishida finalgacha yetib kelganlar yana bir bor sahnada o'z mahoratini namoyon qilishmoqda. Xo'sh, kimlar super final yo'llanmasini qo'lga kiritdi? Jarayonlarni bevosita kuzatib borayotgan muxbirimiz Aydana Alambergenova so'nggi tafsilotlarni bizga yetkazishga tayyor. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat studiya. Oldin xabar berganimizdek, Bo'zatov Fest yoshlar ovozi tanlovining bugun 3-kuni va bu yerda yosh iste'dod egalari o'z iqtidorlarini namoyish qilmoqdalar. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilda ushbu tanlovda ishtirok etish uchun yurtimiz bo'ylab 370 mingdan ortiq yoshlar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shundan saralanib eng iqtidorli 165 nafar yoshlar aynan finalga yetib keldi. Hozir esa biz mana shu kuchlilar ichidagi eng kuchli yoshlardan biri bilan suhbat qurmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanlov jarayonlari qanday bo'layapti? Xo'sh, Judayam a'lo darajada hammamiz bir-birimiz bilan ishtirokchilar bilan tajribalashib ishlayapmiz. aynan tanlovda sizning ishtirokingiz siz uchun qanday ahamiyat kasb etadi? Ahamiyatga keladigan bo'lsak, juda ham yuqori ahamiyatga ega, chunki bu tanlovda faqatgina men Toshkent shahridan keldim. Toshkent shahri emas, 12 viloyat bo'lgani uchun ular bilan tajriba alishamiz, bir-birimiz bilan suhbatlashamiz va do'stlashamiz. Shu do'st orttiramiz ko'proq. Mana kunning birinchi yarmida o'zingizga qanday tajribalar oldingiz? O'zingizda qanday yangiliklarni kashf etdingiz? Men estrada yo'nalishida chiqaman. Ko'ryapman, juda ham iqtidorli bolalar juda ham ko'p. Har bitta viloyatda juda ham iqtidorli ko'p. Endi ko'ramiz, hozir kimni tajribasi buyog'i omad, xudo xohlasa, shu chiqishlarga tayyor turibmiz. Endi siz hali chiqmadingiz sahnaga, endi chiqasiz, shunaqami? Yo'q, hali chiqmadim. Endi chiqaman. Xo'sh, qanday qo'shiq bilan chiqmoqchisiz? Nimalarni kutyapsiz? Xo'p, qo'shiqni sir bo'la qolsin, efirda ko'rishadi. Yaxshi natija kutyapman. Chunki aynan men hozir aytgan qo'shig'im bilan yaxshi natija olganman oldin ham. Katta rahmat. Biz ham sizga va siz singari barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Rahmat studiya. Biz efirlarimiz orqali yana ma'lumotlar berishda davom etamiz. Tezkor ma'lumotlar uchun hamkasbimizga minnatdorchilik bildiramiz. Jarayonlarni kuzatishda davom etamiz.